Jamoat Sardori qilinyapti. Mana shunday o'yin bo'lyapti do'stlar. Pas, yaxshi kombinatsiya, imkoniyat bor. Hisob tenglashmoqda. Andijon hisobni tenglatirdi. 1-1. Keyin esa u bilan birga tushgan Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Havodan va qanotlardan va gol uryapti. Bu safar himoyachilar yo'l bermadi. Yorqinboyev esa golni yopadi, e'tibor bering. Bu esa darvozabon uchun ham olis burchakni tanlaydi. Gol urish uchun. 1-1. Shohjahon Yorqinboyev o'zi markazda to'pni qabul qildi. Yorqinboyev markazga kesib o'tyapti. Yorqinboyev va shunday bo'ldi, Shamsiyevning o'zgarishlari ko'rsatib berdi. Ashurov darvoza jarohat olgandir, lekin raqiblardan Andijonda qoldi to'p. Yorqinboyev